Farg'ona mana ijtimoiy tarmoqlarda Navbod mahallasidagi Xirmontepa mavzesidagi ko'p qavatli uylarning kanalizatsiya bo'yicha tanqidiy material chiqqan. Shu bo'yicha qanaqa munosabat bildirasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Navbod mahallasida o'sha Xirmontepa ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarda albatta oqova tizimi nosoz holatga kelib qolgan. Albatta bu birinchi marta emas, bu necha marotaba bu holat takrorlangan. Albatta biz borib o'zimizni o'sha ishchilar bilan borib birgalikda o'sha yerdagi muammolarni bartaraf qilib kelyapmiz shu vaqtgacha. Hatto ham oqibatda o'sha oqova tizimini o'sha tuzatayotgan paytimizda shu narsaga guvoh bo'ldikki, oqova tizimiga tashlash mumkin bo'lmagan chiqindilarni aholi tomonidan tashlash ko'zga ko'rindi. Bu achinarli holat. Albatta o'sha yerda yashayotgan aholi oqova tizimidan oqilona foydalanmasdan o'sha axlatga chiqindiga tashlaydigan axlatlarni oqova tizimiga tashlab kelmoqda shu vaqtgacha. Shuni oqibatida kanalizatsiya tizimi surunkali buzilib ishlamay kelib qolmoqda. Demak, shu kungacha ham sizlarga murojaat bo'lgan shu masala bo'yicha. Albatta bu birinchi marta emas. Amaliy harakat qilinganmi? Amaliy harakat qilib, borib tozalanib, oqova tizimini tozalanib, o'sha muammolarni bartaraf qilib kelindi shu vaqtgacha. Mana bugungi kun mana shu natijasida, mana shu beparvolik, o'sha chiqindilarni tashlash natijasida bugungi kunda o'sha oqova suvini chiqarib tashlaydigan ikki dona nosoz holatga keldi. Albatta uni biz yechib, uni ustaxonaga ta'minlash uchun jo'natdik. Albatta u ham tez kunlarda bartaraf etilib, yana nasos o'z o'rniga qo'yiladi va ham muammo bartaraf etiladi. Hozir oqova tizimi ishlayaptimi yo'qmi? Hozir albatta o'sha nasosimiz bor. Nasosni qo'yganmiz, zapas nasosimizni qo'yganmiz. Oqova tizimi ishlab turibdi. 2 yildan beri hech qanaqa muammo yo'q edi, ishlab turuvdi. Aholi borgan sari, ko'paygan sari shunaqa holatga kelib qoldi. Endi men o'zim borib tozalagan paytimda o'zim guvohi bo'ldim. Ichidan har xil narsalar, chiqindilar chiqdi. Bu bo'yicha aholi o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmadimi? Albatta, o'sha yerda yashayotgan aholiga borib targ'ibot tashviqot qildik. O'sha yerda yashayotgan aholini yig'ib targ'ibot tashviqotni qilib tushuntirish ishlari olib borildi. Lekin o'sha tushuntirish ishlarimizga qaramasdan o'sha sovuqqonlik bilan, o'sha befarqlik bilan, bemadaniyatlik bilan oqova tizimiga har xil chiqindi narsalarni tashlash hozirgi kungacha takrorlanyapti. Bu muammo o'rganilib, muammo joyida borib, masala yechilib, masala hal qilib berildi albatta. Demak, hozir oqova tizimi yaxshi ishlamoqda. Hozir oqova tizimi yaxshi ishlamoqda. O'sha yerda yashaydigan aholidan yana bir bor iltimos qilardimki, oqova tizimiga chiqindini tashlamasligiga chaqirib qo'yardim. Iltimos.